Assalamu alaykum hürmetlik savoqdaşlar. Tayba darsxonamizga hoş geldinglar. Biz bugün fiqh darsimizning 13. darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda namozning birinchi shartini o'qidik. Ya'ni namozning birinchi sharti bo'lgan tahorat va tahoratning turlari va tahoratga aloqador bo'lgan masih haqida, tayammum haqidagi hukmlarni o'qidik. Endi biz bugün namozning ikkinchi sharti bo'lgan duhulul vaqt, vaqtning kirish haqida to'xtalamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ash-shartu thani. İkinci sharti, ya'ni namozning ikkinchi sharti duhulul vaqt, vaqtning kirishi. Vaqt kirishdan ilgari namoz o'qisak, namozimiz ado topmaydi. Undaqda bizga farz qilingan, ya'ni vaqt bilan farz qilingan 5 vaqt namoz bor. Bularning vaqti qaysi deganda tuandikicha. Birincisi el-fajr, yani salatul fajr, bamdat namazı. Bamdat namazınınki evvelki vakti, yani vaktinin başlanışı tulu'ul fajr sadiq. Rast tağının etişi. Yaki ikinci tağının etişi. İki xil işletiladi. Birincisi rast tağ, yani birisi ikinci tağ. İkilisi bir ma'noni ko'rsatadi. Yani tağ atқан vaqtda etdiganda iki qitim tağ atadi. Birisi tüz şekilde yoruqluq paydo bo'ladi. Uningdan yarım saat 40 minutdan keyin u yo'qab yantu şekilde yoruqluq paydo bo'ladi. Mushu yantu şekilde paydo bo'lgan yoruqluq fajr sodiq yoki fajr thani. Rastang deb ataladi. Shunday deydi: "Va huval bayadul mu'tarad fil ufuq." O ufuqdagi to'g'ri oqliq deydi. To'g'ri oqliq, ya'ni yoruqluq. Yani rast tağdan başlap, yani ufuqdaki to'g'ri yoruqluq ko'rangan vaqtdan başlap, bamdat namazının vaqti boshlanadi. Qachongacha davomlashadi? Ma'lam tatlash shams. Quyosh chiqib qolmagunchalik, ya'ni quyosh chiqqunchalik bamdat namazının vaqti boshlanadi. Demak, tong atgan vaqtdan tortib kun chiqqan qadar bamdat namazının vaqti. Endi bamdat namazini beşininki, yani vaxtının beşide o'qish yaxshimi yoki oxirgi vaqtida o'qish yaxshimi degan vaqtimizda bizning Hanafi mazhabda yastahibbul isfar bil fajr. Bamdat namozini sag'atib o'qish, ya'ni bir oz olam yurganda, ya'ni oxirgi vaqtga kechiktirib o'qish mustahab. İkinci namoz salatul zuhri, ya'ni peshim namozi. Buningki avvalgi vaqti zavoli shamsi, kunning egilgandan boshlab. Kunning egilganini qanday bilamiz? Albatta namozning vaqtlari hozir soat bilan bekib bo'ldi. Bu to'g'ri. Ammo biz fiqh o'qiyotgan bo'lg'achqa buning asli mohiyatini tushunishimiz kerak. Kunning egilganini qanday bilamiz desanglar, bir narsani tiklasanglar, tiklagan narsaning soyisi uningdan qisqa bo'lsa, kun texi tiklanmagan bo'ladi. Agar tiklagan narsaning soyisi uning bilan tenglashgan bo'lsa, kun tik bo'lgan bo'ladi. Agar tiklagan narsaning soyisi uningdan ozroq ziyoda bo'lgan bo'lsa, kun egilgan bo'ladi. O'sha kun egilgandan boshlab peshim namozining vaqti kirgan bo'ladi. Endi peshim namozining vaqti qachongacha davomlashadi desanglar, masiru dhilli shay'i mitlahu. Ya'ni bir narsaning soyisi uning bir misli bo'lgan qadar, ya'ni bir hassi bo'lgan qadar. Ya'ni bir narsani tiklasak aptapqa, shu narsaning soyisi o'zidan bir hassi ortiq bo'lgan qadar. Tanglashdi, tik oldi, shundaqo, azroq ziyoda oldi, peshim namozining vaqti kirdi. Endi shu ziyodalik bir hassiga to'g'ri kelgan bo'lsa, bu peshim namozining eng oxirgi vaqti bo'lgan bo'ladi. Endi peshim namozini kechiktirib o'qish yaxshimi? Ya'ni kechiktirib deganlik vaqtining oxiriga tortib o'qish yaxshimi yoki avvalgi vaqtida o'qish yaxshimi degan vaqtimizda yastahibbul ibrad fis sayb. Yoz kunlari kechiktirib o'qish yaxshi. Yani soğutuş degan gap, kunning qattiq issiqi bir oz bo'shaganda o'qish sunnat, mustahab. Qish kunlari avvalgi vaqtida o'qish mustahab. Üçüncüsü asr namozi. Asr namozi qachondan boshlanadi desanglar, peshim namozi chiqib ketgan hamon asr namozining vaqti kiradi. Ya'ni tutash. Hina ziyada ala misli dhilli shay deydi. Ya'ni bir narsaning soyasining misliga ziyoda bo'lgan hamon. Bir narsani tiklagan bo'lsak, şu narsaning soyasi o'zidan bir hassi ortiq bo'lib, shundan ham ziyoda bo'lgan bo'lsa, asr namozining vaqti kirgan bo'ladi. Oxirgi vaqtcha bo'lsa,
kun patmag'ichilik. Ya'ni kun petib ketgan hamon asr namozining vaqti chiqib ketgan bo'ladi. Asr namozini kun petib ketmasalar yoki kun sag'rib petishga tayyorlik qilmagan bo'lsalar, keyinga tatib o'qish mustahab. Sham namozining vaqti cho'q desa, avvalgi vaqti kun patgan vaqt. Kun patgan hamon sham namozining vaqti kirgan bo'ladi. Bu 4 mazhabning ittifoqi bilan birdek. Oxirgi vaqti cho'q desa, ma'lam yag'ibi shafaq. Shafaq yo'qolmagan qadar. Shafaq degan qaysi? Shu ufuqda ko'ringan qizillik. Sham namozini avvalgi vaqtida o'qish mustahab. Undan keyin xubtam namozi. Xubtam namozining vaqti qachon boshlanadi desanglar, g'iyabu shafaqal ahmar. Ya'ni sham namozi chiqib ketish bilan tang xubtam namozi kiradi. Ya'ni tutash. Ma'lam yatla'il fajr as-sadiq. Ham oxirgi vaqti rast tang yoki ikkinchi tang atqanga qadar. Shunda ham aytib qolsa, xubtam namozi vaqti chiqib ketgan bo'ladi. Xubtam namozini kechining oxirgi 3dan 1gacha kechiktirish mustahab. Vitr namozining vaqti cho'q desa, xubtam namozidan keyin tang atqichilik. Endi namozlarni yuqorqi vaqtlarining ichida o'qigan bo'lsak, namozni ado qilgan bo'lamiz. Agar yuqorqi vaqtlarning ichida o'qimay, kechiktirib o'qib qolgan bo'lsak, ya'ni shu vaqtlarning sirtida o'qigan bo'lsak, qado, ya'ni qazo o'qigan bo'lamiz. Endi qazo vaqtida qanday o'qiymiz? Masalan, bir odam pesham o'qildi, pesham o'qimadi, asr o'qimadi, sham namozining azonida o'yg'ondi. Bu odam qaysi namozni burun o'qiydi? Hozir shamga azon chiqqandan keyin shamni o'qib o'tib, undan keyin qazo namozni o'qamdi yoki 5ni tatib o'qamdi desa, agar sham namozining vaqti chiqib ketishdan ensirmasa, 5ni tatib tartib bo'yicha o'qiydi. Agar sham namozining vaqti chiqib ketishdan ensirsa, avval sham namozini o'qib o'tib, undan keyin tartib bilan o'qiydi. Shunday yajibu qado'ul fawaid fawran murattabatan muqaddimat ala salatil vaqt deydi. O'tib ketgan namozlarning qazosini qilish vojib bo'ladi. Birinchidan fawran darhol, ikkinchidan murattabatan tartib bo'yicha, uchinchidan muqaddiman ala salatil vaqt. Hozirgi namozning vaqtiga ilgari qilib turib, illa ay khafa fawt salatil vaqt. Lekin hozirgi namozning, ya'ni namozning vaqti bor, masalan, shamga azon chiqib uyg'ongan bo'lsa, hozirgi namozning vaqti o'tib ketishdan qo'rqqan bo'lsa, shuni o'qiydi, bo'lmasa tartib bo'yicha darhol o'qiydi. Mana bu namozning ikkinchi sharti bo'lgan, namozning vaqtiga aloqador bo'lgan hukmlar. Unda bo'lsa, sizlar yuqorida namozning vaqtlari elishtirilgan shaklda, ya'ni tartib bo'yicha emas, elishtirilib berildi. Qaysininki vaqti bo'lsa, shuning ismini yozinglar. Masalan, avvalul vaqti g'urub ash-shamsi. Tunji vaqti kun patgan vaqtini tortib, qizil shafaq yo'qmagan qadar davomlashadigan namoz, qaysi namoz? Shu namozni uduldagi boshlanma yozsizlar. Bu sizlarga topshiriq. Endi bizning bugungi darsimizda o'qiydigan ikkinchi mazmun al-awqatul makruhat tahrimiyya lis-salat. Endi namoz o'qish makruh, tahrimiy bo'lgan vaqtlar bor. Hozir biz bu vaqtlarning ichidan eng ko'p uchraydigan 5 xil vaqtni o'rganamiz. Bu qaysi desanglar, birinchisi ba'da salatus subh, ya'ni ba'da salatul fajr hatta tartafi'a ash-shamsu karumha. Bomdod namozidan keyin, ya'ni bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin kun neyzi miqdori ko'tarilganga qadar namoz o'qish makruh, tahrimiy. Qanday namoz o'qish? Yukrahu tahriman at-tanafful fiha qasdan. Bu vaqtda, ya'ni bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin kun neyzi miqdori ko'tarilgan qadar qasdan nafl namoz o'qish makruh, tahrimiy. Bu yerdagi nafl namoz degan nimalarni ko'rsatdi desanglar, barliq sunnatlarni ko'rsatdi. Tahiyyatul masjid, bomdodning 2 rakat sunnati, tavofning 2 rakat sunnati hammani ko'rsatdi. Bu yerdagi qasdan dedik. Qasdan, ya'ni shu odamdan qasdan holatda nafl namoz o'qish makruh, tahrimiy. Ammo qasdan emas, ya'ni shu odamdan o'zining bevosita sodir bo'lmadi u namoz o'qish. Boshqa bir sabablar tufayli namoz o'qish shakllandi. Bu cho'q desa, bu to'g'ri. Masalan, taxam ochiqlashtirsak, wala ba'sa bi ay yusalli al-fawaid. Bu vaqtda namoz o'qiladigan birinchi namoz favoidni o'qiladi. Ya'ni qazo namozlarini o'qilib bo'ladi.
Bomdod namozidan keyin qazo namozi o'qib qolsa, o'qig'ili bo'ladi. Va yasjudu lit-tilava. Tilovatning sajdasini qilg'ili bo'ladi va janoza namozini o'qig'ili bo'ladi. Bu nima uchun bayatun sunnatlarni o'qig'ili bo'lmaydi degan-go desa, biz bayatun bir gapni qildik. Qasdan shu odamning o'zidan bevosita sodir bo'lishi to'g'ri emas dedik. Masalan, o qazo namozi degan farz uni ado qilamiz, shundaqmi? Tilovat sajdasi desa, buni o'zi o'qigan emas, qashda birisi tilovat o'qigan bo'lsa, uni sajda qilish bo'ladi. Ya'ni makruh emas. Nima qilsa desa, u o'zi bevosita sodir qilmadi uni. Qashdan birisi o'qidi, uni anglab qoldi, sajda qilish kerak bo'ldi. Janoza namozi, bu janoza namozi o'zi masjidda o'tirsa, janoza namozi kelib qoldi. Demak, odam o'zi qasddan qanday qilmadi? Sodir qilmadi. Demak, bir odam o'zi qasddan sodir qilmagan bo'lsa, bo'ladi. Masalan, tavob namozini mashg'ul qilinmaydi. Chunki tavob namozini o'zi odam tavob qilib, uni o'zi sodir qiladi. Ya'ni o'zi shakllantiradi o'qishni. Demak, o'zi sodir qilmagan sunnat namozlarni o'qig'ili bo'ladi, o'zi qasddan sodir qilgan, ya'ni o'zidan sodir bo'ladigan sunnat namozlarni o'qig'ili bo'lmaydi. Buningdagi o'lcham shu. Nima uchun degan vaqtimizda bomdod namozidan keyin kun chiqqan qadar bu nimaning vaqti? Farzning vaqti, ya'ni bomdod namozining vaqti. Bu shu vaqtning hammani xuddi farz namozining vaqtidek muomala qilish hukmiy jihatda. Shu yuzdan bu vaqtda namoz o'qish qanday qilingan? Cheklangan. Endi ikkinchisi vaqtu tulu'i shams hatta tartafi'a qadru rumhin deydi. Endi kun chiqayotgan vaqt neyzi miqdori ko'tarilganga qadar. Yuqorqisi bomdod namozidan keyin kun chiqqan qadarni. Mavo kun chiqayotgan vaqt. Mavo ham qisqa vaqt. Qip-qizil holatda kun chiqayotgan vaqtda. Bu vaqtda kuffarlar qanday qilgan, ibodat qilgan vaqt boshqa namoz cheklangan. Bu vaqtda namoz o'qish yuqorqi o'rindan qattiqroq cheklangan. Masalan, qanday desa, buningda har qanday namozni o'qilamaydi. Kun qip-qizil chiqayotgan vaqtda mayli farz namozi bo'lsin, mayli qazo namozi bo'lsin, hech qanday namozni o'qilib bo'lmaydi. Bizning Hanafiy mazhabda. Ondan keyin vaqtul istava ila an tazula shams. Kun tiklangan vaqt. Kun tiklangan vaqtda hech qanday namoz o'qilmaydi. Ya'ni bir narsaning soyisi o'zi bilan tanglashgan vaqtni biz degan kun tiklangan vaqt degan. Bu vaqtda hech qanday namoz o'qilmaydi. Mutlaq holatda. O'qish makruh tahrimiy. To'rtinchisi kun sag'agan vaqt, ya'ni kun kishkat kultugan vaqt. Sap-sariq holatda kun petayotgan vaqtda hech qanday namoz o'qilmaydi. Ammo shu kunisining asrini o'qimagan bo'lsa, shu odam shuni o'qiy oladi. Chunki nimishqa asrning vaqti kun petib ketguncha bor. Ammo kun kirib ketayotgan vaqtda o'qish makruh asrini. Ammo o'qish lozim, bo'lmasa kun kirib ketsa asr namozining vaqti qolmaydi. Shu deydi, yukrahu tahriman fiha kullu salat mutlaqan. Bu vaqtda hamma namozni o'qish makruh tahrimiy. İlla fardu asr al-yawm ada. Ammo shu kunning asrini ado qilib o'qishchi bo'ladi. 5-inchisi asr namozidan keyin kun patgan qadar. Bu vaqtning uzun. Xuddi birinchi vaqtga o'xshash. Asr namozi o'qib bo'ldi, kun patgan qadar namoz o'qilinmaydi. Qanday namoz o'qilinmaydi? O'zidan qasddan sodir bo'ladigan nafl namozlarni va sunnat namozlarni o'qilib bo'lmaydi. Tahiyyatul masjid o'qilinmaydi. Chunki u o'zim sodir qilaman. Ammo men sodir qilmadim, boshqalar sodir qildi. Masalan, janoza namozi kelib qoldi shundaqo, menda shakllanmadi u. Tilovat sajdasi masalan, bundaqlarni o'qig'ili bo'ladi. Yukrahu tahrimat at-tanafful fiha qasdan. Va la ba'sa bi yusalli al-fawaid. Bundan fawaid, ya'ni qazo namozlarini o'qig'ili bo'ladi, tilovat sajdasini qilg'ili bo'ladi, janoza namozini o'qig'ili bo'ladi. Ondan sonra bizning bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Oxirgi kuni kun berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Masalan, birinchisi rajulun salla alal janaza ba'da salatil fajr. Bir odam bomdod namozidan keyin janoza namozi o'qibdi. Yajuz va la yajuz? Qaysi bo'lsa shuni belgi qo'ysizlar. Bu sizlarga qolib qoldi. Undan bo'lsa vaqtdoshlar, bizning bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.